Bir xonali uy arendaga topshirilyapti. Zimali konditsioner bor, televizor bor, uy yangi, Evroremont, aboylangan, oyoq tagida gilami bor, yaxshi sifatli eshiklar, naqshlar, bo'ylar qilingan, shkafi bor, hammasi yangi. Tak, bu yoqda oshxona bo'ladi. Oshxona, kuxonniy mebellar ham hammasi zo'r, sifatli. Tak, mana idish tovalar, vilka qoshiq, hammasi qoladi. Ikkita kamerali xolodilnik ham bor. Narxi $310, kam yo'q, faqat oilaliklarga qo'yiladi. Uzoq muddatga, 1-2 oyga berilmaydi. Kamida 1 yillik yashash sharti bilan. Mirobod tuman Bakaleya Risiy bozordan bir sinfga pastda joylashgan. 3 etajli dom, 2 etajda. Profili bundan boshqa uylar ham bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. G'ishli dom. Siralkasi ham bor. 6 kiloli. Akfaromga qo'yilgan. Mazza qilib yashaysizlar. Rasmlarni katsam Telegram kanalidan olasizlar. Agar uy qidirayotgan bo'lsangiz, profilga yoki kommentariyaga yozib ketsanglar, uy topishda va uyni arendaga topshirishga yordam beraman.